2021-yil yaxshi Damas avtomobilni ko'rsataman. Haqiqatan zo'r ekan. Kraskalar ham top-toza ekan. 13 yaxshi Imperial archa ballonlar turibdi. 13 ga ballon, metan gazlargacha bor. Mashina polniy shumka bo'lgan, pollargacha shumka bo'lgan ekan. Hop, ko'jalargacha bo'lgan ekan. Mana pollargacha yaxshi shumkalardan bo'lgan ekan. Mana kolonka, polniy ko'jalar, holati zo'r. Registratorlar, mana pioner mikrofon kolonkalargacha bor. 69 ming kilometr yurgan ekan. Leonlargacha zo'rini qo'yib qo'yganlar, Evacor poliklar, ishqilib mashina kopto deyapti lokamlar, Petraviklar qo'yib qo'yganlar, ishqilib tinu mashina ekan. Holati zo'r ekan. 2021-yil olib mazah haydaydigan mashina ekan. Bitta dona kirlosin orqasida ozgina karandash tegizib qo'yishgan joyligi bor ekan. Motor, most, korobka, hadoy hammasi zo'r ekan. Kraskalari ham top-toza ekan. Bemalol proyekt tekshirib olgansizlar, laboylari ham but-butun. Kam yurgan Damas qolaganlar uchun bu mashinani olib mazah qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 5500 ga beraveramiz.